Bu Abdumash jo'ramizga tegishli bog' bu. Ko'z tegmasin. O'zi xursand bo'lyapti meni ko'rib, qilgan ishlaridan. Ana, suvni qarang. Bu obi hayot. Suv hayot manbai deydi-ku suv. Abdumajid, baraka bersin bog'ingga. Rahmat. Baraka bersin. Chiqib ko'z tegmasin. Yomon ko'zlardan o'zi asrasin. Juda ham chiroyli chiqyapti. Mana suv qo'yib. Bu bilasizmi nimaga? Davlatimizning iqtisodiga eng katta foyda beruvchi mana shu oziq-ovqat programmasi bo'yicha ham eng kerakli bo'lgan mana shu meva mahsulotlaridan bo'ladi. Mayizi deysizmi? Uzumi deysizmi? Eksport qilish bo'yicha deysizmi? Hammasi bo'yicha o'rnini qoplaydi. Soliqlarini ham o'rnini qoplab ketadi. Soliqlari yarim qatoridan chiqib ketadi. Mana ko'ryapsizmi? Solig'i yarim qatoridan chiqib ketadi deyapti. Chunki mehnat qilgan odamda bo'ladi bu narsa. Mehnat qilgan odamda mana shunday qo'rqmasdan solig'i yarim qatoridan chiqib ketadi deydi. Bizda ilgari bo'lar edi. Mana shu savxozlarda, kolxozlarda bog'dorchilik bo'yicha juda katta ishlar bo'lgan, omborlar bo'lgan. O'sha omborlarga 1000 tonna, 10 000 tonna, 50 000 tonna, 100 000 tonnalab mayizlar yig'ilardi, zagotovka qilinardi. Ularni keyin chetga eksport qilib sotishardi. Hozir unaqangi omborlar yo'q. Unaqangi agrofirmalar yo'q. Nasib bo'lsa, ular ham tashkillashtirib qolsa ajab emas. Dehqon buva. Charchamayapsanmi, Mo'minjon? Mana bog'bonimiz kelyapti, Mo'minjon. Xudo kuch-quvvat bersin, charchama aylanay. Baraka top. Ko'z tegmasin bog'ingga. Otang bilan keldikda bir tomosha qilgan ishlaringga ko'z tegmasin. Charchamayapsanmi? Ko'z tegmasin. Qandaysan, Mo'minjon? Eson-omonmisan? Mana shu dehqonimiz. Alaykum assalom. Yaxshimisan, aylanay? Salomatliging yaxshimi? Allohga. Baraka bersin. Xayr bersin. Sog'-salomat bo'l, charchama. Mo'minjonning kuchi mana shu yerda otasi ikkalasini qilayotgan mehnati samarasi. Xudo xolasa buni barakasini ham ko'rsin. Maniki uzumlarni boshi. Ko'ryapsizmi? Shu yerginani o'zida 10 bosh uzum ko'rinib turibdi. Har qaysisi 20 boshdan tuyib bersa ham, barakasi ichida bo'lsin. Mayli.